Biznes boshlamoqchi bo'ldim. Keyin har bir o'zbekka o'xshab, men ham tekin yo'lini qidirishga o'tdim. Xullas tekin yo'lini topdim. Yaqindagina Murod Nazarovni chiqishini ko'rdim, varrak haqida. Ya'ni shamol bo'lganda varrak uchadi. Biznes ham bor-ku, talab bo'lmasa, haligi shamol bo'lmasa foydasi yo'q. Hozir O'zbekistonda juda ham dahshat shamol esyapmiz. Varragi borlar, tez varragini uchiriydi, bor-ku. Varragi borlar, varraginglarni uchirib olinglar dedilar. Xo'p. Nimaga birorta millioner birinchi varragini qayerdan olganini aytmaydi? Varragi borlar uchirib olinglar. Xo'p, menga o'xshagan varragi yo'qlar nima qilsin? Qayerdan oldingiz birinchi varragini desa, Murod akaning javobi aniq. Men deydi, o'zim yasaganman. Men o'zim yasaganman varrak deydi. Men ham varrak yasaganman bolaligimda. Lekin u varrak uchmaydi. Yonimda og'aynim varragi, uni varragi baland uchadi. Chunki unga dadasi yasab bergan. Dadasi yasab uchirib berdi. Ipini tortib tepaga olib chiqatdi, endi qarab tur deydi. Rosa ko'p varraklari bor. Jiyanlariga berib qo'ygan, o'g'liga, 4-5 tasini xotini ushab turibdi.